G'alati emasmi? Sutxo'rmisiz? Hamid aka, mashinamni urib oldim aka. Mana shu spiskani yig'ib bering. Bo'ldi ukam. Qat aka, iltimos arzonroq qilib bering. 70 turuvdi shu ham bor. Bo'ldi ukam. 1570 dollar bo'ldi. Kurs 12100 bo'lsa, 18.995 ming so'm pul bo'ldi ukam. Rahmat akam, boringizga shukr. Tak. Aka, kashlugim uyda qolib ketibdi. Kechqurun mahallada ko'rishib olamiz, aka, qo'shnimizni berib yuboraman. Bo'ldi ukam, bugundan qolmasa bo'ldi. Kechqurun ko'rishib olamiz ukam. Bir kunni tashab ketaman deb. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Alo. O, Hamid aka. Umid yaxshimisan? So'rmisan? Telefonlaring o'chib sambolani. Shu kuni kechqurun ko'rishamiz deb ketding, shu bilan kelmading. Sen kelasanmi yoki kelmaysanmi? Bir kunni beraman deb ketding-ku. Arzon qilib berdim. Shu kuni beraman deding, bermading, telefonlaring o'chib. Ketyapman. Bo'ldi, bugundan qolmasin. Bugundan qolsa xafa qilaman, ukam. Tushundingmi gapimni? Hamid aka, nima vahima qilasiz? Mana keldim aka. Qancha berishim kerak aka? Bir kunda kelaman deb bir hafta o'tib ketdi oradan, ukam. Beradigan pulingni 1570 dollar edi, ko'paytiramiz 12320. 19.345 ming pul berib yuborsang, oramiz ochiq. Ya. Okajonim, menda spiska hammasi turibdi. 18.995 ming berishim kerak aka. To'g'ri ukam. 1570 dollar pul berishing kerak, lekin sen olib ketgan paytingda kurs 12100 edi. Bugun kurs 12320 bo'lyapti, ukam. Tushunmadim aka. Hozir shunda emas sizga. 400 mingga yaqin pulni shundoq berishim kerakmi? Aka, g'alati emasmi? Sutxo'rmisiz? Aka, bu mavzu bizda kunda uchrab turadigan mavzu bo'lganligi uchun biz bu narsani ommaga olib chiqishga harakat qildik. Bu yerda men to'g'ri ish qildimmi, noto'g'ri ish qildimmi? Kommentariyada belgilab keting. Sababi bu narsa men uchun juda ham muhim. Aka, biz asosan mahsulotlarimiz import bo'lganligi uchun asosan molni biz valyutaga sotib olamiz. O'sha kundagi kursga hisob turib biz savdo qilamiz va o'sha kundagi savdo qilingan kursga hisoblab qo'yamiz. Bu bo'lgan voqeada kurs katta raziniya beraverdi. Aka, imkon qadar qarzli munosabat qilayotganingizda ehtiyot bo'ling. Agar qarz munosabatini o'ynashni bilmasangiz, bu o'yinni o'ynamaganingiz ma'qul.